Assalomu alaykum. Kriptografiya bo'yicha darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzumiz Rabin shifrlash algoritmi hisoblanadi. Rabin shifrlash algoritmi 1979-yilda amerikalik olim, matematik Michael Rabin tomonidan ishlab chiqilgan algoritm. Bu algoritmning asosiy xavfsizligi, mustahkamligi faktorizatsiya muammosiga qaratilgan, ya'ni ikkita tub sonni ko'paytmasdan hosil bo'lgan umumiy o'sha n son bo'ladigan bo'lsa, o'sha n sonni ko'paytuvchilarga ajratish qiyinligiga asoslangan. Ya'ni bu usul xuddi ERSA kabi, ERSA shifrlash algoritmi kabi bir-biriga yaqin, ya'ni ERSA bilan yaqin amalga oshiriladi, ammo ERSAdan xavfsizlik jihatdan anchagina yuqori va ba'zi bir o'sha farqlari bor. O'sha farqlarni qarab chiqamiz bugungi darsimizda. Xo'p, o'tgan darslarimizda o'sha ERSA shifrlash algoritmini haqida gaplashganimizda, ya'ni kriptografiyada o'zi asimetrik shifrlash algoritmlarida asosiy 3 ta xavfsizlikni ta'minlaydigan usullar borligi haqida gaplashgandik. Birinchisi deylik diskret logaritm muammosi, ikkinchisi o'sha ikkita tub sondan ko'paytmasdan hosil bo'lgan sonlarni tub ko'paytuvchiga ajratish yoki bo'lmasa faktorizatsiya muammosi deyiladi. Uchinchisi esa elliptik egri chiziqlarga asoslangan kriptografiya hisoblanadi. Bugungi mavzumiz esa o'sha faktorizatsiya muammosiga asoslangan. Xo'p, endi bu yerda to'g'ridan-to'g'ri mavzuga o'tib ketamiz. Darsimiz cho'zilib ketmasligi uchun. Ya'ni shifrlash qanday amalga oshiriladi, va uni yechimlari qanday amalga oshiriladi. Xo'p, birinchi o'sha kalitlarni tayyorlash jarayoni, ya'ni kalitlarni tayyorlash jarayonida bu yerda ba'zi bir shartlar bor. Ya'ni bu yerda tanlab olinayotgan o'sha P va Q tub sonlarimiz 4 ga qoldiqli bo'lganda, qoldig'i 3 chiqishi kerak bo'lgan shart. Ya'ni masalan deylik 11 soni tub son bo'ladigan bo'lsa, uni 4 ga bo'lsak qoldig'i 3 yoki bo'lmasa 7 sonimiz deylik 4 ga bo'lganda qoldig'i 3. Ya'ni ham tub son bo'lishi kerak, undan tashqari 4 ga bo'lganda qoldig'i 3 bo'lishi sharti bajarilishi kerak ekan. Undan tashqari yana keyingi o'sha n sonimiz hosil qilinishi uchun xuddi ERSA kabi P bilan Q ning ko'paytmasidan n hosil qilinar ekan. Yana bir muhim joyi bor. Biz shifrlashimiz kerak bo'lgan qiymatimiz, biron bir xabarimiz deylik raqamli ko'rinishda bo'lgan paytda n dan kichik bo'lishi kerak. Ba'zi holatlarda talabalarda xatolik yuzaga keladi. Ya'ni xatolik nimadan kelib chiqadi? Kichikroq tub son tanlab qo'yishadi. 17 yoki shunga o'xshagan kichikroq 17 kichikroq tub son tanlab qo'yishadi. Ya'ni P bilan Q ning qiymati n kichkina bo'lib qolgan paytda m xabarimiz esa katta bo'lib ketadi. Masalan, ISK standarti bo'yicha kodlash tizimi bo'yicha oladigan bo'lsak, deylik 65 dan masalan 127 gacha bo'ladigan bo'lsa, kattaroq son tanlab yuborishadi. Shunda natija orqaga qaytmay qoladi. Shuning uchun e'tiborli bo'lish kerak, har doim xabarimizning qiymati bu yerdagi P bilan Q ning ko'paytmasidan kichik bo'lishi kerak. Shunda natija orqaga qaytar ekan. Xo'p, shifrlash jarayoni juda ham sodda va juda ham tezkorligi bilan boshqa shifrlash algoritmlaridan ajralib chiqadi. O'sha biz shifrlashimiz kerak bo'lgan son qiymatni, o'sha xabarni kvadratga ko'taramiz va qoldiqli n-ga bo'lamiz. Bu tezlik bo'yicha ERSA dan anchagina yuqori hisoblanadi. Xo'p, endi bu yerda o'zgaruvchilarga ta'rif berilgan, ya'ni S bu yerda shifr, ya'ni shifrlangan xabar, shifrlangan qiymat hisoblanadi. M shifrlanayotgan xabar, n esa ochiq kalit hisoblanadi bu yerda. O'sha n ochiq kalit yordamida ma'lumotlar shifrlanar ekan. O'zi biron bir asimetrik usulda shifrlash kerak bo'lgan paytda ochiq kalitlar yordamida ma'lumotlar shifrlanadi va shaxsiy kalit, ya'ni yopiq private kalit deymiz, private kalitlar yordamida ma'lumotlar ochilar ekan. Deylik, asimetrik shifrlashning simmetrik shifrlashdan ustunligi ham shunda, ya'ni alohida kalitlar ishlatilganligi. Aytaylik, menga ikkinchi tomondan muhim bo'lgan maxfiy ma'lumotlar kerak bo'lsa, men ochiq va shaxsiy kalitlarni hammasini o'zim tayyorlayman va ochiq kalitlarni ochiq tarmoq orqali shunday uzatib yuboraman. Barcha bilgani bilan hech qanday ahamiyati yo'q va o'sha ochiq kalitlar yordamida ikkinchi tomoni mana o'zining xabarini qoldiqli n ga bo'lib shifrlab qaytib uzatsa, faqatgina men uni
ocha olaman, chunki menda shaxsiy kalitlar bo'ladi. Xo'p, endi deshifrlash jarayoni. Xo'p, deshifrlash jarayoni qanday amalga oshiriladi? Bu yerda deshifrlash uchun Xitoy qoldiq teoremasidan xabardor bo'lishimiz kerak. Ya'ni mana bu S shifrlangan ma'lumotimiz kvadratga ko'tarilganligi uchun bu kvadrat ildizga olinib, ikkita o'sha MP va MQ larning natijalari chiqadi. Ya'ni bu yerda 4 ta natija chiqar ekan, ya'ni 4 ta yechim paydo bo'lib qoladi. Lekin 4 ta yechimdan faqatgina bittasi to'g'ri qiymatga teng bo'ladi. Ya'ni o'sha shifrlangan ma'lumotga teng bo'lib qoladi. Va shuning uchun ham Rabin shifrlash algoritmi hozirgi kunda juda ham ommalashmagan, xavfsizligi juda ham yuqori bo'lganligi bilan, lekin ma'lumotlarni o'sha 4 ta yechimdan to'g'risini tanlab olish muammo bo'lganligi uchun ba'zi bir o'sha ko'plab tizimlarda hozirgi kunda nisbatan kamroq qo'llanilar ekan. Ersadan nisbatan anchagina kam qo'llanilishi bilan farqlanar ekan bu yerda. Xo'p, Xitoy qoldiq teoremasidan xabardor bo'lganlar buni qanday yechimini haqida o'zlari demak bilishadi, bu qanday yechish kerakligini. Agar Xitoy qoldiq teoremasini bilmaydigan bo'lsangiz, bu yerda men sizlarga o'sha tayyorlab qo'yilgan optimal o'sha formulalar bilan ko'rsatib beraman qanday yechimga kerak bo'lishini. Xo'p, endi bu yerda o'zim o'sha tayyorlab qo'ygan 4 ta variantda ko'rsatib beraman, to'g'ridan to'g'ri. Mana bu o'sha 4 ta xabarning yechimlari qanday topilishi o'sha Xitoy qoldiq teoremasi bo'yicha ko'rsatib o'tilgan. Mana xabarlarimiz qanday topiladi hammasi. Endi sizga ya'ni tayyorlab qo'yilgan soddaroq variantdagi formula bilan ko'rsatib beraman. Mana shu yerdan boshlaymiz. Demak, biz shifrlashni ko'rib o'tdik. O'sha xabarni kvadrat ko'tarib, qoldiqlar enga bo'lsak shifrlangan ekan. Uni ochish uchun esa 4 ta m ni topib olamiz. Birinchisi demak o'sha oldida plus minus bo'lganligi uchun p dan o'zini qoldiqlar ayirib qo'ya qoldim. Demak, shifr matnni p plus 1 taqsim 4 mod p ga qoldiqli bo'lamiz. Ikkinchisi esa shuni ayirmasi, uchinchisi o'sha q bo'yicha, to'rtinchisi esa q ni ayirmasi hisoblanadi. Ya'ni shu 4 ta m larning qiymatini topib olamiz. Xo'p, endi bundan so'ng o'sha a p va q ga bog'liq ikkita qiymatni topib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda p ning teskarisini qoldiqli bo'lamiz q ga. Buni q'miz bu yerda tub son bo'lganligi uchun Ferma teoremasidan foydalanib qo'ysak ham bo'ladi bu yerda. Ya'ni p ning -1-sini topish uchun bu yerda q -2 deb tepasiga mana bu darajaga q -2 deb yozib qo'ysak ham natija to'g'ri chiqadi. Chunki bu yerda mana bu yerda ishlatayotgan q'miz bu tub son bo'lganligi uchun o'rinli bo'ladi. Ferma teoremasidan isbotlasak bo'ladi bu narsani. Xo'p, p -1 ni topishni demak xohlasangiz ikkinchi usuldan ham foydalanib ketaverishingiz mumkin ekan. Demak, bu yerdan a va b bilan bog'liq o'sha q va p ga bog'liq qiymatlarni topib olamiz va a va b ga o'zgaruvchiga qabul qilib olganimizdan so'ng endi mana bu yerda Ferma teoremasi qo'llasak ham bo'ladi deb ko'rsatib qo'ygan ekanmiz mana. Ya'ni agar siz p ning teskarisini topishga qiynalsangiz, bu yerda mana Ferma teoremasidan foydalanib qo'yasiz mana. q -2 bu yerda p -2 bo'ladi. Mana bu p tub son bo'lganligi uchun. Ya'ni bu a va b ni yechimlarini topganingizdan so'ng bizda o'sha 4 ta yechim, ya'ni muqobil yechimlarni topish kerak bo'ladi. M1imiz demak a m3, b m1, mod n. Bu formulalarni endi o'rganib olish kerak. Masalan, amiz bu yerda p ni q ga qoldiqli bo'lganligi uchun bu yerda m3imiz esa kichik m3imiz bu yerda q bilan bog'liq. Xuddi shunday joylar almashib kelaveradi. Formulalarimiz mana shu ko'rinishda 4 ta yechimlari topiladi. Shu 4 ta yechimlardan faqatgina bittasi to'g'ri yechim bo'ladi. Ya'ni bitta yechimni to'g'ri yechimni tanlab olish kerak bo'ladi bu yerda. Xo'p, shu bilan darsimizni yakunlaymiz. Yana bir muhim narsani aytib ketaylik bu yerda. Hozirgi zamon talabi, ya'ni o'sha xavfsizlik talablari bo'yicha o'sha p bilan q'ni tanlab olishda katta sonlardan qiymatlardan tanlab olish kerak ekan. Mana hozirgi kunda 2048 bit yoki 4096 bit uzunlikdagi kalitlarda xavfsiz hisoblanar ekan. Ularni tanlaydigan bo'lsak, buzilmas ekan. Xo'p, endi balkim ba'zi kishilar, talabalar
deylik o'sha 2048 bit qancha uzunlikka ega ekanligini tasavvur qilish uchun men dasturda ko'rsatib beraman. Bu yerda o'sha dastur yordamida uzunlik o'lchovlari qanaqa holatda bo'lishini ko'rsatib beraman. Xo'p, hozir videomiz cho'zib ketmaslik uchun bu yerda videomizni pauzamizni bosib turamiz. Dasturni davom ettiryapmiz. Bu yerda bu dasturimizning vazifasi o'sha ixtiyoriy bit uzunligini kiritsangiz, bu yerda bit uzunligini kiritsangiz, o'sha bitga teng bo'lgan tub sonni bizga tasodifiy tayyorlab beradi. Ya'ni bu tasodifiy tayyorlaganda tublikka tekshirish uchun Miller-Robin algoritmidan foydalanamiz. Buni alohida bir darsda tushuntirib beraman sizga. Xo'p, endi mana masalan deylik men bit uzunligini kiritaman. 100 bit mana 100 bit kiritsam, xo'p, bu yerda 100 bitli son mana hosil bo'ldi. 100 bitli sonimiz 31 xonali son ekan. Mana xohlasangiz buni bir boshqa bir nimaga olib, o'rtga olib ko'rsatib beraman, kichikroq bo'lgani uchun. Xo'p, bularni qilib oldik. Mana bu yerda tasavvur qilyapsiz. Mana 100 bit ma'lumotni tasodifiy o'sha tub sonni generatsiya qildim. Mana hosil bo'ldi. Endi 31 xonali ekan. Biz uchun esa standart o'sha xalqaro standartlar bo'yicha 2048 bit va undan yuqori bo'lish talab qilinyapti. Mana hozir endi tekshirib ko'ramiz. Yana dasturimizni ishga tushiramiz. Demak, hozirgi kunda 1024 bit ishlatiladigan holatlar ham bor. O'sha 1024 bit qancha uzunlikka ega bo'lishini ko'rsatib beraman. Mana 1024 bitni generatsiya qildik. Xo'p, tekshirib ko'radigan bo'lsak, bu 309 xonali son bo'ldi mana. Ya'ni boshlanishi mana shu yerdan boshlanib, tugashi mana shu yerda. Ya'ni hozirgi kunda 1024 bitdan ham foydalanilmaydi. Undan yuqori kattalikdagi P va Q tub sonlardan foydalaniladi. Xo'p, demak, generatsiya qilayotganimiz 371 marta tub sonlarni generatsiya qilib urinib, o'shancha marta, ya'ni generatsiya qilib oldi. Ya'ni har xil sonlar chiqadi. Bu har doim ham tub son chiqavermaydi bu generatorimizda. Xo'p, biz uni qo'lda yozib chiqqanimiz uchun yana bir marta ishlatib ko'ramiz. Ya'ni 2048 bit qancha uzunlikka ega bo'lishini tushunish uchun 2048 bitni generatsiya qilib ko'ramiz. Generatsiya vaqtimizdan biroz cho'zilishi mumkin, chunki 2048 bitni generatsiya qilib bo'lgandan keyin uni tublikka tekshiradi. U tub bo'lmay qolsa yana qayta generatsiya qiladi. Shunga ko'proq vaqtlar o'tib ketib qoladi. Mana endi yana olib tekshirib ko'ramiz bu yerda mana. Xo'p. Mana 340 marta urinib o'sha 2048 bit sonni generatsiya qilib bo'lindi. Demak, 617 xonali son hosil bo'ldi 2048 bitli tasodifiy tub sondan. Mana bu yerdan boshlangan raqamimiz shunaqa. Endi mana shu ikkita deylik, mana shunaqa katta sonlarni ko'paytmasdan n hosil qilinsa, bu yerda mana n'imiz teng bo'lar edi p ga, demak q'ni ko'paytirganimizga teng bo'lar edi. Endi mana bitta p'miz shunaqa son bo'lsa, ikkinchisi ham xuddi shunaqa tasodifiy bitta son bo'ladi. Ikkalasini ko'paytmasi n hosil qilingandan keyin buni tub ko'paytiruvchilarga ajratish juda ham qiyin bo'ladi. Sababi biz avvalgi darslarimizda ham ma'lumki, ikkita tub sondan bitta murakkab sonni hosil qilgandan keyin uning yechimlari yagona bo'ladi. Ya'ni boshqa yechim yo'q, chunki ikkita tub bo'lganligi uchun. Agar murakkab son bo'lganda edi, masalan tasavvur qiling, n sonimiz teng bo'lsin. Mana 8 ko'paytirilgan 8 murakkab son, boshqa o'zidan boshqa sonlarga ham bo'linadi. 8 ko'paytirilgan 4 teng 32 sonini hosil qilsak, bu murakkab son bo'lgani uchun 32 sonini masalan teng bu deylik 2 ko'paytirilgan 16 bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa xo'p 8 ko'paytirilgan 4 dan variantdan tashqari, ya'ni yechimlari ko'p demoqchiman. Shuning uchun buni kechirasiz, 2 ko'paytirilgan 16 yozmoqchiman, 3 ko'p. Xo'p, boshqa variantlar ko'p bo'lgani uchun bunaqa murakkab sonlardan faktorizatsiya muammosi bu yerda bo'lmaydi, faqatgina tub sonlardan bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda masalan deylik 7 ko'paytirilgan 7 bilan xo'p yana bitta tub son tanlaymiz. 11 bo'ladigan bo'lsa, agar 77 hosil bo'ladi, xuddi mana shunaqa katta tub sonlar
o'rniga kichikroq sonlardan tushuntirib ishlatyapman. 77. 77 ni siz boshqa ko'paytuvchiga hech qachon ajrata olmaysiz. Faqatgina o'sha 11 bilan 7 ga ajratishingiz mumkin ekan. Xuddi shu muammoni kriptografiyada qo'llashimiz mumkin ekan. Rabin shifrlash algoritmida xuddi shu muammodan foydalanib yechilar ekan. Xo'p, tub ko'paytuvchiga ajratish qiyin bo'lsa, demak yuqorida mana deshifrlash jarayonimizda ishlatayotgan mana bizga yechim bo'lishi uchun p bilan q kerak bo'lar ekan. Ya'ni p bilan q ni topa olmasak, biza o'sha a ni topa olmasak, hisoblab topa olmas ekanmiz. Agar a larni topa olmaydigan bo'lsak, bu o'sha m larni ham topa olmas ekanmiz. Shuning uchun ham bu yerda mana m1 M2 larni topish uchun ham bu yerda p bilan q kerak ekan. P bilan qsiz hech qachon bizlar ma'lumotni deshifrlay olmaymiz. Ya'ni ocha olmasligimiz ayon bo'ladi mana shu yerda. Xo'p, shu bilan darsimizni yakunlaymiz. Buni mavzuni yana ham chuqurroq o'rganish uchun siz ko'proq shug'ullanib, mantiq ham o'sha mazmunini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Algoritm sodda, lekin uni mohiyatini tushunib olish kerak bo'ladi. Sog' bo'ling.